Qalaysizlar, qosonliklar. Assalomu alaykum. Yangi yilda uydagilarga nima sovg'a qilsam ekan deb boshlashib qotyaptimi? Aslo boshingizda qotirmang. Sovg'ani zo'ri bor. Janon qaro qoshing seni kamon ekan-ku. O'sma qo'ygan deb edilar, yolg'on ekan-ku. Menga o'zga go'zal kerakmas, kerakmas, kerakmas. 20-dekabr kuni Poyon bobo tantanalar saroyida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Alisher Fayzning katta konserti bo'lib o'tadi. Ana o'shanga chiptani olib sovg'a qiling olam Guliston. Yana konsert dasturi ajoyib xushovoz xonanda ukamiz Obid Nazarov bo'ladi. Ha, yana kim bo'ladi deysizmi? Kim bo'lardi? Kaminay Kamtarin, Farmon Karmonov xizmatingizda bo'lamiz. Kelinglar, kutib qolamiz. Chiptalar cheklangan. Chipta kerakmi? Mana shu pastdagi raqamlarga telefon qiling va chipta egasi bo'ling. Kelib qoling.